Assalomu alaykum, hurmatli fraksiyadoshlar. Kun tartibimizda bir nechta masalalar bor. Qonunlarni muhokama qilishimiz kerak. Ruxsatingiz bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi zaruriyati va mazmuni haqida to'xtalib o'tsam. Har doim Adliya vazirligi qonun olib kelganda shu gapni doim qayta aytyapmiz. Qancha ko'p gapirsak, yana shuncha takrorlanyapti shu xatolik. Nima uchun bu bir-biridan uzoq bo'lgan qonun bitta qonunga mujassamlashtirilyapti? 6-7-8 kunlari kelib tushgan taklif mulohazalar ko'rilmaydigan bo'lyaptimi? 5 kun o'tgandan keyin Adliya vazirligiga kiritish imkoniyati bo'ladi vazirlik idoralarida. Adliya vazirligi huquqiy ekspertiza qiladi, korrupsiyaga qarshi ekspertiza qiladi, to'g'rimi? Sizlarga jamoatchilik muhokamasi nima keragi bor bo'lmasa? El-yurt umidi fondini chet elga chiqarib o'qitayotgan odami uchun O'zbekiston jozibali bo'lishi kerak. Yillar kesimida nechta shunaqa bolalarimiz qaytib kelmadi yoki kelgandan keyin qaytib ketdi, nechta shunaqa sudebniy holat. Albatta sizlarda xarajatlaring ko'payib ketyaptiki, sizlar bunaqa qonun kirityapsizlar, bo'lmasa kiritmasizlar. Qarzdorni oyoq qo'lini bog'lab qo'yiladi, qarzingni yop deb turilaveradi. Agar profilaktika inspektori bu masalani olib chiqayotgan bo'lsa, profilaktika inspektorlarini mana shu malakasi bor deb hisoblay olamizmi? Huquqiy norma emas, ijtimoiy ma'naviy norma hisoblanyapti. Buni to'g'ri tushunyapmiz, lekin bir qarashda ijtimoiy tarmoqlarni tartibga solish uchun muhim norma hisoblanyapti, lekin bitta masala bor, bu konstitutsiyadagi so'z erkinligi masalasi. U boshqa g'oya bilan daklatchi olib keluvdi Saydilla. Endi hozirgi kelayotganligida umuman yo'q, bunaqa emas, bunaqa desalarda moddani ham joyi o'zgarib ketyapti umuman. Parlamentga bizga bironta normativ hujjat bilan vazifa yuklab bo'lmaydi, chunki biz o'zimizning qonunimiz bor. Mahalliy kengashga birinchidan vazifa yuklash noto'g'ri. Ikkinchidan vazifa yuklash, maslahatlashib yuklash noto'g'ri. Mahalliy kengash alohida institut, alohida o'zining elektorati bor, alohida vazifalari bor uni. Partiya bilan tavsiya qilish ham noto'g'ri, lekin mantiqqa yaqin ro'yxatdan aytyapman. Birinchi o'qishda ekan, ikkinchi o'qishga yana takliflar bo'lsa kiritaylik, qonunni takomillashtirishga hissa qo'shaylik. Marhamat, rozilar, qarshilar. Betaraflar